Diametri 14 dyum, uzunligi esa 44 dyum. Bu urush davriga tegishli trotil bilan to'ldirilgan bomba. Modeli M64. Standart og'irligi 225 kilogramm. Bu bitta tankni yo'q qila oladi. To'g'ri. Buni ustiga barqaror emas. Darhol atrofdagi uylarni bo'shating. 100 metr doirani yopinglar. Xo'p bo'ladi, janob. Ofitser, himoya kiyimingizni kiymaysizmi? Tankni kulga aylantiradi demadingmi? Endi kiyimni o'ylayapsanmi? Ben, qopqoqni teshishni boshlayman. Tushunarli.